Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bütün galamlarının hujası bulgan Allah Rabbil Izzega hamd sana maqtawlarыбыз bulsun. Mümin Müslüman kişisi her vakit duada, onun bir günü de duasız o'tmaydir. Biz her vakit sizning bilan qilamiz dua. O'zimizga, ko'rshalarimizga, do'stlarimizga, tuğanlarımız, bola anaqlarımızga, yer sharindagi bo'lgan bütün adam bolalarına alhamdulillah. Alloh Teala o'zi da aytadi: "Ud'uni astajib lakum" di. Mendan so'rag'iz, ham men sizning duolaringizga hech cheksiz javob qaytararman deb aytadi. Ama lekin qay bir vaqtda bizning bo'la shulay, biz so'raymiz, duo qilamiz, ama lekin nikdir bizning duomiz qabul bo'lmaydi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarini ham Qur'oni Karimning oyatlarına qarasak, onun bor ekan nidedir bir tartibi. Ham shunga ko'radir balki bizning duomiz qabul bo'lmaydi. Alloh albatta bir nechta, ama lekin bugun biz sizning bilan birsin aytib o'targa inshaalloh tirishamiz. Bunun turunda aytila Qur'onul Karimda, agarda adam balası ana qo'llansa, o'zining duo qilganda, Alloh subhanahu va taala onun duosuna inshaalloh javob qaytaracak. Al-A'raf surasining 180-oyatında Alloh taala bizga aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dürüstlükte menim ko'rkam isimlerim var. Şolar bilan menga mürajaat itigiz, duo qiling'iz, yalvarig'iz deb aytadi Alloh taala. Hadis shariflarga qarasak, bir hadisda aytila, ul hadis keltiriladi Imam Buxoriy ham Imam Muslim hadislari jiyintig'ida, boshi aning shunday: "Inna lillahi tis'atan va tis'ina isman." Dürüstlükte Alloh taolaning 99 ismi deb payg'ambarimiz aytadi. Bu bizga adam bolalarına ma'lum bo'lgan isimlari. 99. Alar Qur'oni Karimdan ham Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflaridan bizga yetkazilgan, bizga ma'lum bo'lgan isimlar 99 isim. Ham Alloh subhanahu va taoladan shu 99 isimni biz bildikdi, biz öğrendikdi. Qoyandir ona topdik kitaptan, ya esa shu internet shiltarlaridan biz ona topdikdi, nisha gitib mürajaat etarga. Bana albatta hech cheksiz ketirga kerak bir necha misol. Birinchi misol aytib, bizning rizqimiz yo'q. Rizqimiz kemib ketdi. Oilani, bolalarni rizq bilan ta'min etarga mumkinchiligimiz kemidi. Narsa ishlarga, necha ketib duo qilarga. Alloh taolaning ismlari orasida bor ism Ar-Razzaq, rizqlantiruvchi. Bitchenlanda Alloh taala bit bizga rizq qila. Biz sababini qilamiz. Biz ishga boramiz, tirishgan bo'lamiz, narsalar ishlagan bo'lamiz. Rizqni beruvchi Alloh taala. Ikkinchi kishilar bilan uchrashtiruvchi Alloh taala. Butunay birda Alloh taolaning qo'lida, rizq tog'ining qo'lida. Qarag'iz, ham onun bor ismi Ar-Razzaq. Ol rizqlantiruvchi, ol rizq beruvchi. Mürajaat etganda: "Ya Rabbim Alloh, mening oilama, menga rizq ber ya Rabbim, sen bit Ar-Razzaq, rizqlantiruvchi bit sen" deb so'rasak, ya esa "Ya Rabbim Alloh, rizqimni orttir, sen bit Ar-Razzaq, rizq beruvchi" deb duo qilsak, duomiz inshaalloh qabul bo'lar. Ikkinchi misol aytirga bo'lar. Aytik masalan, adam balası gunohga batdi, gunoh qildi. Ya esa gunohli yo'lda bo'lib, Alloh taolaga yalvarib tavba etasi, Alloh taoladan g'afur so'raysi keldi. Ol vaqtda olsur: "Ya Rabbim Alloh, meni g'afur et. Sen bit Al-G'affar, gunohlarni g'afur etuvchi. Shirstart mening ko'nglimni, mening jonimni, mening amal daftarlarimni shu gunohlardan shirstart ya Rabbim" deb duo qilsak, qabul bo'lar. Chunki Allohning bor ismi Al-G'affar. Alloh taolagina gunohlarni g'afur etadi. Alloh taolagina bizning ko'nglimizni shirtarta ola. Alloh taolagina bizning jonlarimizni shirtarta ola. Amal daftarlarimizda yozilgan gunohlarni surta ola. Aytik adam balası adashdi, to'g'ri yo'ldan yozdi, qiblasini yo'qoltdi. Ham ol aytik masalan duo qilar. Ya esa biz o'zimizga gina tug'il, ikkinchi kishi uchun duo qilishga mumkindir. Shulay rizq so'rab,
Шулай аның өчен ал я Раббым аны гафу ит дип сорарга мөмкин без, син бит әл-Гаффар дип. Һәм әгәр дә адәм баласы адашты икән, үзебез адаштык, дустыбыз адашты, без мөмкин без аңардан сорарга, я Раббым, Аллаһ, туры юлга бастыр, туры юл белән алып бар. Син бит әл-Хади, туры юл белән алып баручы. Син бит туры юлга бастыручы дип сорасак, Аллаһ Раббул Изза һичшиксез дуаларыбызга җавап кайтарачак. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.